Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sayyoraxon opaning telefon raqamlarimi? Avo. Sayyoraxon opa, siz bo'lasizmi? Avo. Bezovta qilmadimmi opajonim? Yo'q. Agar noqulay payt bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Go'zalligiga go'zallik yarashgan opajonim, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Shukr, yaxshi, rahmat. Yuzingizdan tabassum arimasin. Men sizning kayfiyatingizni yanada iliq sabab bo'lishiga qo'ng'iroq qilyapman. Men tabrik loyihasidan boshlovchi baxt bo'laman. Bugun juda ulug' va muborak kun, ya'ni sizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat bo'lganingiz bilan sharaflangan tavallud kuningiz munosabati bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat, rahmat. Hammasiga azizsiz. Bu quvonchli kunda Alloh taolodan sizga mustahkam sig'at, salomatlik, uzun va barakali umr, qalb xotirjamligi, fayzli va muhabbatga to'la hayot, orzu intilishlaringizning eng go'zallari bilan ro'yobga chiqishini so'raymiz. Rahmat, rahmat. Hammasiga arzisiz. Sayyoraxon opa, bugungi bu sirli qo'ng'iroq sizga mehrga to'la qo'ng'iroq, sizni judayam yaxshi ko'radigan yaqinlaringiz nomidan, kimning nomidan deb o'ylaysiz? Rasul bilan Asarning nomidan o'xshaydi-ku. Mashalloh, mashalloh. Topdingiz. Bu tabrik sizga har doim samimiy mehr bilan qaraydigan, duosi labidan tushmaydigan, sizni o'z opasidek yaxshi ko'radigan singlingiz Asalxon opa va ularning turmush o'rtog'i Rasulbek aka, qaynona oyijoningiz Qutlibeka ona, onajoningiz Gulbahor ona, o'g'lingiz Sultonboy, qizingiz Farangiz, Sevinchoy, Fazilatxon, Parizodxon, Sirojbeklar nomidan. Rahmat, rahmat. Hammasiga arzisiz. Qalbi mehrga boy opajonim, qimmatli daqiqangizni yanada quvonchga, mehrga, nurlariga boyitsam maylimi? Mayli, mayli. Singlingiz Asalxon opaning sizga alohida tabriknomalari bor edi. Ijozat etsangiz o'qib eshittirsam. Yaxshi eshitiraman. Assalomu alaykum aziz va mehribon Sayyora opa. Bugun Alloh taolo sizni bu dunyoga yuborgan muborak kun. Bu kunni qalbimdagi eng samimiy duolar bilan qarshi olib, sizga singlingiz sifatida mehrimni izhor etmoqchiman. Siz meni faqat ovsinim emas, balki har doim o'zimning tug'ishgan opamdek yaxshi ko'raman. Qiyin paytlarimda suyanch bo'lib, quvonchimda yonimda turganingiz, mehringizni aytmasdan berganingiz qalbimdan alohida o'rin egallaydi. Sizning borligingiz hayotimga iliqlik, xotirjamlik va baraka olib kirgan. Alloh taolo sizni doimo o'z panohida asrasin, sog'ligingizni mustahkam, rizqingizni keng qilsin. Qalbingizni iymon nurlari bilan to'ldirib, har bir kuningizni shukr va sabr bilan o'tkazishga nasib etsin. Ro'zg'oringizdan fayz baraka arimasin, yuzingizdan tabassum hech qachon ketmasin. Aziz opajon, sizga bo'lgan mehrim so'z bilan ifodalab bo'lmas darajada. Allohim sizni biz uchun omon qilsin, umr yo'lingizni faqat yaxshiliklar bilan bezasin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, mehribon opajonim deydilar. Rahmat, rahmat. O'g'lim sog' bo'l, Xudo uzoq bo'lsin. Ilohim, tillari shirin opajonim, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham
singlingiz Asalxon opaga, oyijonlaringizga qalbingizdan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Xudoyim sog' bo'lganlar eldimga, sizlar sog' bo'lgan Xudoyim. Meni siylab Xudoyim ular siylag'ay Xudoyim. Ilohim, aytganingiz kelsin. Sening ham umring uzoq bo'lgay uka. Rahmat kattakon. Siz ham yaqinlaringizning baxtiga sog'-salomat bo'ling. Sizning baxtingizga yaqinlaringiz sog'-salomat bo'lishidan ushbu so'zlar, tabriklar, tabrik loyihasi jamoasidan mehr va ehtirom bilan yakunlanadi. Agar bu tabriklar yuragingizni bir lahzaga bo'lsa ham titratib, ko'zingizdan yosh, qalbingizga iliqlik olib kirgan bo'lsa, demak biz maqsadimizga yetibmiz. O'sha yetdim, hayajonlandim, quvondim. Quvonib, hayajonlanib. Eselde ukam bor ekan deydi. Atomda ukam bor deydi. Rasullikda ukam bor ekan deydi. Xursand bo'lganingizdan biz ham xursandmiz. Rahmat ko'pincha umrim uzoq bo'lgay. Hammasiga arziysiz. Alloh taolo qalbingizdagi pok niyatlaringizni ijobat qilsin. Sizni sevadigan insonlar doimo yoningizda bo'lsin. Bugungi tabassum, bugungi duolar yuragingizda uzoq saqlanib qolsin, ijobat bo'lsin. Ezgu niyat va samimiy hurmat bilan tabrik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Rahmat aka, sening ham umring uzoq bo'lgan Xudoyim. Sizlar sizga baxtli umrlar uzoq bo'lgan Xudoyim. Mening mardimga sog' yurgin. Amin. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Yaxshi, rahmat aka, sen ham Opajonim, opam mening, siz borki bor nurim ziyon, doraydimi mening dunyom, mehribonim mehriga yo'q. Opajonim, opam mening, opajonim, mehribon gulim mening, opajonim mening, izlasam yo'lim mening, opajonim. Yupanchig'im panohimsiz, opajonim, opam mening, shukur demang har bir onam, sizdayam bor opajonim, shirin so'z, shirin zabonim, opajonim, opam mening, opajonim, mehribon gulim mening, opajonim mening, izlasam yo'lim mening.
kechiring. Men seni yaxshi ko'raman.